polli etapiga kelganmiz. Birinchi etap pollarni to'liq tozalab olamizda gruntovkani boshlaymiz. Endi klaylarimizni yoyib olamiz. Gruntovkani boshqasiga to'ydirib urib olamiz. Gruntovka urgan joylarimiz qurib oldi. Buni qanaqa tekshirib olsak bo'ladi? Baklashga suv quyamiz. Gruntovka urilgan joyga. Endi ko'chaga qo'yamiz. Bu yoqda gruntovka urilmagan. Bir 5 minutdan keyin ko'ramiz. 5 so'rib ketishim kerakmi? Bunda esa hech narsa qilmaydi mana. Gruntovka urilgan joy. Xullas, polimiz tayyor, oyoqlarimizni kiyib olganmiz. Valiklarimiz tayyor. Nalimnoy boshladik o'zi, davay. Ko'p chiqdi xudo xolisa. Chet ko'p chiqdi o'rtoqlar. Biz kanalni uzoqlashmanglar. Aystro kanali ishimizga chaqirish qilib qo'yibdi.